Me'mor Uzr o'tgan yilgi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2200 kishi yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgan. Siz mana shu raqamni nechta bo'lishini xohlardingiz? Kamroq bo'lishni xohlardim. Taxminan qancha o'sha raqam? Yomon ko'rgan odamlarimni sanaganimda 20 ta chiqadi, 20 ta hammasi o'lib ketsin. 20 ta? Bu ijtimoiy eksperiment edi bizada. Men g'alati bo'lib ketdim bor-ku. Taxminan 20 ta inson bor. Me'mor Uzr